Shunaqa ham kech qoladimi? Voy bu odam kuttirib o'ldirdingiz-ku ota. Katta odam kelib sizni ham jo'natishadimi? Ya ochda o'ldirdingiz-ku odamni, qornim ochib ketdi. Olib ketadigan odamingiz yo'qmi? Menga qarang. Nozik odam kelgan ekan, ko'chani yopib qo'yibdi. Men nima ishim bor nozik mehmoningiz bilan? Menga nima? Unda men ochib o'tirishim kerakmi? Nozik mehmoningizni ham. Qani buyurtma olib keldingizmi? Ming bor uzr, bolam. Bering bu yoqqa. Hozir sizdan shikoyat qilaman, tushundingizmi? Iltimos, bolam menga qarang. Iltimos bolam, eshitdim. Torting qo'lingizni tegmang menga. Menga nima tegasiz? Menga nima? Meni yuborishadi. Qo'ng'iroq qilmang men hozir. Torting qo'lingizni. Uyalmaysizmi? Bu nima qilganingiz? Yosh katta odamni behurmat qilyapsiz. Ertaga qarib shu ahvolga tushib qolmasligingizga kim kafolat beradi? Uyalsiz bo'lardi. Undan ko'ra 3 so'm qo'shib bering. Otaxon ming bor uzra. Qornim ochdi, ozgina qizishib ketdim. Endi o'zingiz ham bilasiz, qorni och odamman. Asabiylashadi-da. Esanaming, mana otaxon. Bu yerda ko'p. Mayli, olmasiz xafa bo'lamiz. Allohdan qaytsin. Mayli, olavering. Rahmat sizga.